Farhod aka, dunyodagi eng qimmat vinillarni kim qiladi va qanchaga qiladi? Bunday stomatologlar dunyoda qo'l bilan sanoqli desa ham bo'ladi, lekin har tomonlama yetuk bo'lgan top 3 tasini men hozir sanab berishga harakat qilaman. Demak, 3-o'rinda bu Michael Apa, amerikalik estetik stomatolog hisoblanadi. Juda ham mashhur, aktyorlarga, ko'p insonlarga, o'sha mashhur insonlarga tish qo'yib beradi. Buni bir dona viniri $4000 dan $7000 Ikkinchi o'rinda bu Kristen Koshman degan olim hisoblanadi. Bu braziliyalik mutaxassis, ya'ni Digital Smile Design DSD ning otasi ham hisoblanadi. Agar bu inson sizga vinir qilib beradigan bo'lsa, unda bir dona vinir uchun bu $6000 dan $7000 bo'lishi mumkin. Birinchi o'rin bo'ladigan bo'lsa, bu hamma ko'p ortoped stomatologlar yaxshi biladigan inson, bu Pascal Manier hisoblanadi. Bu shvetsariyalik olim, juda ko'p vinirlar to'g'risida kitoblar yozgan inson hisoblanadi. Agar mana shu inson sizga vinirlarni qilib beradigan bo'lsa, unda bir dona vinir $7000 dan $8000 bo'lishi mumkin. Yana qanday siz mana shunday vinillar qiladigan dunyo tanigan stomatologlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.